Mamlakatimizda aholiga ko'rsatilayotgan yuqori texnologiyali tibbiy xizmatlar ko'lami yil sayin kengayib bormoqda. Ayniqsa, inson hayotini saqlab qolishga qaratilgan organ ko'chirib o'tkazish kabi murakkab jarrohlik amaliyotlarining hududlarda ham muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilayotgani sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy natijasidir. Andijon viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida buyrak transplantatsiyasi bo'yicha navbatdagi yuqori texnologiyali jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bu mazkur tibbiyot muassasasida amalga oshirilgan 5-buyrak ko'chirish operatsiyasi bo'lib, uning natijasi sohada to'plangan tajriba, zamonaviy tibbiy imkoniyatlarning samarasidir. E'tiborli jihat, ushbu amaliyot Vaqf xayriya jamoat fondi mablag'lari hisobidan tashkil etildi. Buyrakning surunkali yetishmovchiligi inson hayotini og'ir sinovga aylantiradi. Haftasiga bir necha bor gemodializ muolajasini qabul qilish, doimiy davolanish va cheklovlar bilan yashash bemor uchun ham, uning yaqinlari uchun ham katta mashaqqatdir. 45 yoshli ayol ham uzoq yillardan buyon ana shunday dard bilan kurashib kelardi. Biroq uning hayotga bo'lgan ishonchi so'nmadi. Eng muhimi, uning dardiga befarq bo'lmagan inson bor edi. Bu uning 61 yoshli akasidir. U hech ikkilanmasdan singlisi uchun donor bo'lishga rozilik bildirdi. Senim 3 yil og'rib yurdi. Qandashurib aytdimki, hech kimning o'rtaga tushmasa, men qilaman mashishni dedim. O'rtaga tushishma dedim. Nevaralarini, qizlarini chiqarib olsin dedim. Meni hamma yo'g'imdan jaylab bo'lganman. Qizlarimni chiqarib o'g'illarni uylab bo'lganman. Nevaralarimga to'ylarni qilib bo'ldim men. 2 martalarni topshiraman dedim. Chiqmasa dedim, men o'zim doldurib topaman dedim. Deb oxiri o'zimni massohaga bag'ishladim. Onam menga tashlab ketgan yolg'iz yodgorim singlim, yaxshiyam bu tar dunyoda yonimda sen bor singlim. Zarur tibbiy tekshiruvlar, immunologik va laborator tahlillardan so'ng aka va singilning transplantatsiya uchun mos ekani tasdiqlandi. Donor akadan sog'lom buyrak ehtiyotkorlik bilan ajratib olindi va bemor singilga muvaffaqiyatli ko'chirib o'tkazildi. 61 yoshli bemorimiz 45 yoshli singlisiga o'z buyraklarini bergan. Bemorlarimiz ayni damda qoniqarli holatda, qo'ygan buyragimiz o'z effektini beryapti. Bu markazda amalga oshirilgan 5-buyrak transplantatsiyasi bo'lib, uning barchasi muvaffaqiyatli yakunlangani hudud tibbiyotida yuqori texnologiyali jarrohlikning izchil rivojlanayotganidan dalolat beradi. E'tiborli jihati, ushbu amaliyot Vaqf xayriya jamoat fondi mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. Bu esa og'ir moliyaviy ahvoldagi bemorlarga zamonaviy tibbiy yordamdan foydalanish imkonini berdi. Muhtaram prezidentimizni tashabbusi bilan, viloyat hokimimiz tashabbusi bilan qilingan sharoitlar hamda ajratilgan mablag' hisobiga bepul operatsiya jarayoni o'tkazish hamda davlat tomonidan ta'minlab berish ishlari olib borilgan. Bugun har 2 bemor shifokorlar nazoratida davolanishni davom ettirmoqdalar. Ularning ahvoli qoniqarli, eng muhimi, yillar davomida gemodializga muhtoj bo'lib yashagan ayol uchun yangi hayot boshlanmoqda. Endi o'zimdan o'tganini o'zim bilaman, topchi. Rahmat prezidentimizga ham Qurbon hayitiga va'sir qilib chiqarib berdi. Shu orqali besplatniy operatsiyalar bo'ldi. Umriga borishni niyat qilganman. Umriga borib kelgandek bo'ldim hozir men. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.